Doda qo'zg'oshdimi nima? Mana yapaqa? Bunun qo'zg'atib yamda, uzamiga. Voy yapaqa boshda. Ekla bo'pti. Yetamiz-mi? Unutmaysiz. Ma'buldiki. Ha? Qo'sqingiz asa cho'kamni ham. Yeliq cho'kamdan yana bormi? Qalb ishkingizni ichib, ko'ngil so'zlaringizni bayon qiling. Hurmatli ko'rmanlar, yarışib qalayli programmamizni ko'rishni qarshilamiz. Men programma riyosatchisi Jo'shqin Juma. Programmamizning tajdorligini yegan sir yegiz keladigan, hammalarning yoqtirishiga erishgan Cho'kam Pochaq Kofi alayda talab qilgan. Programmamizni yana 10 necha yildan beri xalqimizning chas sog'lomligiga to'p qo'shib kelayotgan Navqiron shirkati alohida qo'llagan. Yani shundaqla rayonimizdagi eng chong ommaviy tarqatishchisi bo'lgan ko'znak kino qutisi alayda qo'llagan. O'zgacha uslub bilan xalqqa rohatlik berayotgan Chinar uy jihozlariga, qomatimizga salofat berayotgan Fabio Mateo erlar kiyimlarga. Shundaqla izchil yaxshi obraz, a'lo sifat bilan xonim qizlarimizga go'zallik beg'ishlab kelgan Sehron kiyim-kechaklarga va o'ziga xos salofat bilan xonimlarga nazokat ato qilayotgan Mobina ayollar kiyim-kechaklarga cho'nqur rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu ham programmamizga qadam tashlab etgan mutaxassislar va ko'zatchilarni tanishtirib o'tay. Psixologiya fanlari doktori, Yarab doktorxonasi psixik maslahat bo'limining mutaxassisi Zebida Abdukarim xonim qarshilamiz. Nishon advokatlik o'rnidan kasbiy advokat Dilmurod Muhammad afandim qarshilamiz. Abdunum rayonlik madaniyat yurti madaniyat tadqiqotchisi, davlatlik birinchi darajali artist, dangliq kuldirgi cho'lpini Xayrigul Hasan xonim qarshilamiz. Qashqar g'oyi madaniyat fanlari tarbiyalash maktabining qurg'uvchisi Ablajon Mamatali afandim qarshilamiz. To'rda ko'rmanlarni yoqtirishga erishgan to'r cho'lpini Yumurxon, ya'ni Nurqamar Ahmadjon xonim qarshilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi san programmamizga iltimos qilib, maslahat qilish uchun yetib kelgan mehmonimizni taklif qilib olaylik. Dilshod Shexanziddin, shirkat xizmatchisi. Qarshilamiz Dilshod, xush kelibsiz. Riyosatchi yaxshimisiz? Ustozlar yaxshimisizlar? O'zingizmi kelishga yetgansiz. Xo'sh, nima masala yetib keldingiz programmamizga? Endi ayolim Suriya. Ikimiz oliy maktabda o'qish jarayonida, garchi bir maktabda o'qimagan bo'lsak-mi, lekin bir shaharda o'qish jarayonida tanishgandik. Endi tanishdik sabab Suriyaning dadasi men qaynatam. Dadamning qo'l ostida shirkat ishlaydi. Endi cho'nglarning o'zaro topshirishi bilan endi bir yerlik bo'lgandan keyin yaqinlar o'zaro almon bo'lsin, bir-birisiga yarlik bo'lsin deb tanishtirish bilan endi bir shaharda o'qigandan keyin o'zaro ko'rishib, pushirish jarayonida tanishib to'y qildik. To'y qilganimizga endi uzun bo'lmadi. Nechlik bo'ldi? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Yangi ayollar ekansizlar-da. To'y qilgan dastlab mazillarda Suriyani ayt yaxshi. Ya'ni munosabatimizni ayt yaxshi edimchilar. Endi oilamiz shunchalik baxtlik. Yangi to'y qilgandan keyin ishni qilib bir yangi to'y qilgan. Shirin bir muhabbat kayfiyati bor-da. Endi xizmat aldirashchiligi, ham o'zimning qiziqligi, azroq qiziqish tufayli endi oilang bo'lgan vaqt ajratishim yoki kam bo'lib qoldimi yoki boshqa sababmi ayolim bordim bora. Uyga kelgan vaqtimda o'zining badanidan og'rindigan. Badandan og'rindigan? Ha, ya'ni o'zining badan qurilishidan. Amay semirib ketdim deb qaqshaydigan. Barbara tomoq oziltirdigan. Hattoki tomoqni yemaydigan, vaqt-vaqtida tomoq yemaydigan holat kelib oldi. Semizmi ayolingiz o'zi? Yo'q, mening nazarimda ayolim semiz emas, normal, umoq bir. Eng go'zal ayoldan, ha, yana. Hozir uruqlayman deb bakli mushuni jidilni qilayotamda? Ha. Oilada asosan nega kech tomoq yeydigan odatni yo'qotdi. Asosan kech tomoq yemaydi. Uruqlayman degan bir sabablarla. Siz osh qilyapsizdan, ha, shuni o'la. Endi shu amal yo'q bo'lib qoldi. Siz bilan uruqlab ketib boramsiz. Siz lekin yaxshi turibsiz. Xo'sh. Endi mushning sababini, ayolimning nimishqa burunqidek kelqi. Yana shunda xushal bo'lmay, o'zini uruqlash maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini, mushning sababini bir bilib boqay degan maqsadda. Bu to'g'riliq sizlar ko'proq jidallish qilyapsizlar. Endi jidallar bo'lindi. Bir oil deganda ayollar o'zaro tushunish kerak. Masalaga yo'liqqanda o'zaro hal qilish kerak. To'g'ri. Ayol bo'g'ichi zot o'zining nima sababdan bunda qilayotganligini demagandan keyin endi oilada izdula surkilishlar bo'lib qoldi. Demak, hozir xili o'tkirmiz deytinglar. Endi shunga burunqidek yaxshi emas. Hozir men hissiyot asosinglarga munosib tezkiyotanda shu darajaga berib qoldi. Bugun mush maqsad
kelishki maqsadmish ayolınız zaten neyim maqsadda shunchalar kirishib oldi shuni bilmoqchi shundaqmi? Xo'sh, undaq bo'lsa ayolıngizni chaqirib biz birlikda bir o'rtaqlashib boqaylik. Suriya 26 yosh, Dilshodning ayoli, Shayxanzidan ma'lum organ xizmatchisi. Qarshi Suriya. Yaxshimisiz? Voy, siz chestayl ekansiz-ku. Sizni endi naringizni o'rqiltaydi ekansiz. Men uchun aytasiz, g'onchidakli turibsiz. Xo'sh, bir anglab boqaylik. Hozir o'tiranglarda siz o'ruqlayma deydi ekansiz. Osh tomoqlaringizni qisib yetibsiz, hatto Dilshodga mi ta'sir qilibdi, mush to'g'risi ixtilof shakllanib qolibdi o'tiranglarda. Endi shu o'zimmi shu igiz o'ruq bo'lishni yaxshi ko'rman. Hamma qizlar hozir yaxshi ko'rdi, shuningga o'ruqlay deb o'ylagan. Qanchalik o'ruqildingiz shuning bilan? Burun bundan xilis emasdim. Qanchalik keldingiz? 67 kilo atrofida ketdim. Hozir o'ruqlab shu 56 kilo. 10 kilodek o'ruqildingizmi? Az jafo chekmagansiz? Ha. Xo'sh. Hozir sizning u o'ruq bo'lishing kerakdi demabdi, samirib ketding demagan ahvol bor ekan unisiga Dilshodda. Nima sabab bilan buncha o'ruqlash kirishib qoldingiz? Endi meni o'ruqlar deb unda deb zo'lgan yerlari yo'q. Lekin endi deb kelsam shu tushunmaydi meni yo'q shu. Dilshod, tunish jarayonlarini bir tafsil anglab boqaylik. Endi tashuning tunjiliklarida. Endi badikalimiz jiq emasdi. Barbara badikal aloqasi jarayonida ta'tilda juda qaytish jarayoni birga qaytib. Deymiz endi kurashgan sira bir xil dastlabda qiziqish paydo bo'lgandek to'yib bo'ldim. Lekin Barbara endi Suriyani adab axloqli, o'zini yuvosh. Bunday qilib aytsak bir oila qurishga mos kelgan bir qiz ekanligini his qildim-da. Shuning bilan endi 3-yillik chiqqan vaqtimda ko'ngil rasmiy talab qo'yib, shu vaqtdan boshlab andin aralashib boshladik. Unda bo'lsa sizlar dasandan boshlab aralashib qo'ygan bo'lsanglar, xili muhabbat bosqichinglar yetarlikka. Bu jarayondan balkim bu Suriyaning bunda o'ruqlash xohishini ifodalagan vaqtlar bo'lg'aydi. Burun Suriyaning o'ruqlash to'g'riliq hech qanday bir o'y xiyol yo'q edi. Masalan, tomoq yeyishlar bo'lsin, sirtlar, uchishlar, chiqishlar bo'lsin, bo'lganlikda hech qachon o'z nozirlik tomoqdan tortilgan. Undaq ishlar yo'qdi. Hatto turmush qurib destek mezgilladimi, bundaq odatlar yo'qdi. Uy kelsam ishdan tushib uy kelganda shunchalik bahraman. O'zimning bir haqiqiy bir ayoldan, meni baxt tuyg'usi tushuntiradigan bir ayoldan turmush qurganligimni his qildim. Demak, hozir mijozim o'zgarib ketib boradi demakchimi? Burunqidek illiqlik, ya'ni muloyim emas. Muloyimligi hozir uning o'rniga bir xil qo'pollik, achchiqchan bo'lib qoldi. Asli siz shu bodak budruq qoltinimi so'yatdingiz shundaqmi? Hozir bir jiyilolgan bo'lib qoldi. Bu ajabnarlik ish ku. Bu endi oilada siz cho'qim endi shu eringizga yaxshi ko'rinishini cho'qim meningcha asosiy maqsad qildingiz. Hozir eringiz bundoq ziyoda talab bo'lmagan ahvolingizda siz o'zingizni qiynab bu o'ruqlashga kirishib olishingiz toz aqlga uyg'un emas-ku Suriya. Buning bir sababi bormi qandaq? Shu endi yo'ldashimning endi burunqi yurgan loyiqi apay nim qildi. Men davolamda yurgan loyiqim endi o'ruq igiz qizolga. Uning ustiga endi og'inlarim ayollarini boshlab o'ylarga keldi-da. Endi ular endi igiz o'ruq, zilva qizlar bo'lgandan keyin men endi o'zimni ixtiyorsiz silishtirib, odam deganda silishtirish nimasi bo'ldi-ku endi. Ashta silishtirib qolmay o'zimni uchun men mushta bo'lsam, yo'ldashimni o'zimga moyil qilsam degan xiyolda shu moyil qilib ekansiz-ku. Sizni qabul qilibdi-ku. Texim bakroq yaxshiroq oilalarni quribsizlar. O'ylayman-da endi. Texim uningdan bir go'zal bo'lsam, sizniki cho'ng oilangizning ahvolini bir egallab baqsaq. Oila sharoitingizni bir. Bizning uyim endi hisobda oddiy oila endi. Opam uyda o'tirdi, oila ayoli endi. Lekin dadam endi abay deb o'tdim-ku, Mishtil Shatlaninki dadasiniki qo'l ostida endi shirkat ishlaydi. Mening bir inim bor, endi uyning cho'ngi hisobda. Endi bular qaraganda oila sharoitimiz oddiy endi bir oila deb kelsak bo'ldi shu. Dilshod besim qilmabdi. Endi boshqa nuqtadan sizga besim olib keladigan ahvollar bor. Mazir bir muhabbatni tilga oldingiz. Ma'lum ya'mi shu burunqi muhabbatidan andish qiladigan xohish bormi sizda? Endi mushta bexatarlik jihatda sal to'qqimaga ayoling'iz bormi? Qanday Dilshod? Endi burunqi loyiqim. Endi buni ta'kidlab qoldik. Haqiqatan bu egizdi. Lekin Suriya bilan tanishgandan keyin undan bo'lgan aloqamni faqat uzvatdim degan bo'lmaydi. Savoqdash bo'lgandan keyin savoqlash munosabati bor. Izdish turdik, yo'llar uchrashib qolganda salom soatlar bo'lindi.
Lekin bundan artıq ziyad izləşmədim. Əmdi dost biradərlərin ailəyə yığıb gəldim. Əmdi yığılışlar bo'lib qoldi. Bundaq şəraitlərdə burun xatir surətlərini görgəndə əmdi savaqdaşlar bo'lgandan keyin bəzi təkidlənib qaldı. Opçu surətlərdə. Ayrım surətlərim saqlanıb qalğanmı ya? Əmdi şu vaqtda ularmı deydi-də, əmdi öydə oturub, işte oruq igizdi, Dilşaddan burunqi layiqi, çiraylıq-di, dəb deydi o gəplərini anlığan ki, əmdi çaq-çaq qıpdısımı əmdili ki, mənim köngülüm kildi-də, əmdi Dilşadın əciqata bodək, o bodəb çaq-çaqqa gəlir, onda gəplərimi mənim köngülüm kildi, şunu mən oylayım məndə. Sizdə sel ziyadə səzgürlük vadə qılıdı. Bu, məsələn, bodək, deyişmi, suyumlik bir gəp məndə aytqan çağda. Arqanda qızaldı, əmdi bunda səzgürlük buldu, dəb oylayım əmdi. Xoş, məsələn, hazır Dilşad Suriye uğruqlayman dəb, normallıqın eşib ketkəyini qandaq işlər yüz verdi? Əmdi, dəstəbki vaxtlarda özünün tamaqını tatilға adətlər vardı. Men xizmət vaxtım aldıraş, xizmət işləyə vaxtım köpürək. Dadamın şirkəti yardım işlən birgə, özümün şəxsi qızqışığa əsasən, dadam maşın ətlərtini yetəkləb, madəmdən qızqış bul deməzmi? Şu qızqışın boyunca teximi köp vaxtım xizmətə berilib getdi də. Demək siz hazır şirkət xizmətindən siz dala maşın ətərti qrupsıda da, özünüzün qızqışı. Bir gün xizmət vaxtımda əmdi ayalım Suriye'nin xizmət orqanında mənə telefon gəldi. Suriye xizmətçisi yıqılıb düşdü edi. Bunun səbəbini desək vaxtda mən çox tamaq yeməyən degen, çarçab ketken buluşum mümkün deyib doktorxanaya apardıq. Apırıb qalan keyin təşkil nəticəsi çıxışıra əmdi oruq düşdü orası. Oruq düşdü orasına ətin ziyad köp istimal qılıb, bədən qüvvət qanmağaçqa tamaq yemək. Doğrunun gücünü bədən kötürəməyən. Hatta muş dərəcəyə verib yetdi. Bu əmdi uruqlaş yaxşı bir arzu, güzellik intiliş. Hər bir xanım qızanımız biz ərlərinin mi hazır qoğuluşulğan bir arzusu məndə aytqan çağda, sağlam buluş üçün. İlmi uruqlaş nurğu usulları bağı. Əlbəttə, dəstəbdə yüzdən uruqluğum bağ degen bəzi gəplərin öy digə vaxtıda mənim də bədən çənik turuş orqalarına, cəngişmanlığa tizimlatdım. Tizim tutup bəsəm üyələr bandı. Mənim özümdən vaxtım yetişməyi bildi berişqa vaxt çıxıramadım. Mən çoxum berivatıdı o deyib oylab, buna bək İran qıb getməyib mən. Şu doktordan yetib qalğandan keyin bilsəm, teximi tiz yüzdən xizmət vaxtıda köp bolğandan keyin, cəngişman berişqa vaxt çıxıramay, doğru yap, tizraq uruqlaş məqsədə yetmək istəyim, deyə gəpini deyəm. Şunundan ki, meni şunda doğru yavatqa əhvallar bağma. Öyge mən qayıtdım. Doktoran edib qalanda, endi qiynapam aldın xəbərləb doğan vaxtda öyge qayıtıb, endi hər qandaq bir ərzat acıq kildi də əlbəttə. Doğru yap doktoran çıxıb qalanda keyin öylən axtırdım. Öylən axtır cərəyanda bir qism uruq tuş doğrusu. Yəni bir xil uruq tuş qəhvəsi degəndək bir nərsəni öydə tepib aldım. Bu vaxtda həqiqətən acığım gəldi. Çünki ikimiz bir ailəni qurduq. Bir ailəni qurğandan keyin nemiş bolsa bana məsləhət qılsaq yaxşı olardı. Bəzi bunu nurgulların sizə məsləhət sanmayıl öz aldığa mesela doğrularını istimal qılıb, salamətliyyə təsir ediyordu da. Suriye bu nəhayət bir aqılğa uyğun emas bir jarayan bolubdu. Hem güzellikni qo'llash maqsad meni sog'lomlikni cho'qim kafolat qilish. Va siz o'zingizning salomatligiga ashi daraja ta'sir etgan ahvol ostida yana nima uchun ziyoda uruqlayman deb buncha kirishib olgansiz? Mening aqlim yetmayotdi. Hamdi cənşama fanlağa tizimət bəgini ras. Mənim xidmətim aldıraşdan, hamdi karxan xidmətçisiyəm. Hamdi işdən düşüb yerib çarçağanda uyaq berib ras qaqsa vaxtını acırtıb bulamıdım da. Şununğa hamdi tezraq oruqlaydigan torlardan görüb, şu oruqlaydigan darlarını, ən tez oruqlaş usullarını nim qılıb şu aşda tezraq oruqlaydigan məqsəddə şu dorlarını yap qalıb. Sizdə yeni bir deyənməyətqan gəp badək durdu. Mənim his qilishimda. Siz nima üçün məşinçilik tez sürət oruqlaşını küçük arzulaysız. Şu abayım deb ötdüm qoyumdi. Mening ailəm məndə Dilşadның ailesi qarğanda bir addi ailə. Hamdi hesabda hazır bizning tutayotqanımız qiynapamlar bilan bir məldə hamdi. Qiynapam rastga qilsam boshdan oyoq bizningki to'y qilishimizga boshdan to'y qilishdan burunlam qarshidi hamdi. Meni kam gapni orasini qilsam yaratmaydi bizning uydagilarni. Shundaymi? Onun ustiga bir məldə olgandan keyin hamdi mening uy tozlashtirim bo'lsin,
Bunda yasınışım bolsun, yüzümge neçe qata hamda ochiq gaplarni qilib qilgan yeri bor. Undan keyin shu tamoq etishim, uy tozalashimni toza yoqtirib ketmaydi. Undan keyin ajrashib ketsam bundan yaxshi qizlarni olsa degan gaplarni men anglagancha mushta gaplar bulungan hamda. Demak, opingiz bilan shunday surkishlarning bo'lganligidan sizning xabaringiz bor ekanda? Endi burun asıl deyilganlikdan asıl xabarim bor edi. Lekin endi o'sha qism munosabatdan bunchalik shirklashib ketgandan asl xabarim yo'q. Endi o'tagan ustozlarning ana bo'lganlarim bor ekan. Har qanday bir ana o'zining o'g'liga bo'lgan, o'g'lining ayoliga bo'lgan, ya'ni kinligi bo'lgan talabni har qanday bir ana bo'lg'ichi qattiq qo'ydi. Buni tushunishga bo'ldi. Lekin men Suriyani ayolim qilib tanlab oldim, amrimga oldim. Demek Suriye bilan bir aile kirgandan keyin ikkimizning ishi. Bir aileni qanchalik baxtli qilish ikkimizning mas'uliyati. Anam, ya'ni qanchalik qarish tursin, biz to'y qilib kira oldik demak, unchalik ishimizdan qarish emas. Qanchalik masala yo'liqqan bo'lsa, asli men Suriye deyish kerak edi. Siz unda deganingiz bilan menmi daydab qo'ygan, lekin mening o'ylaganim bor hamdi. Dilshatni hamda opsilar mening aramda qolib qolmasin. Men buni xijolat qilmay deb o'ylaganim bor. Shuningga men hozirgacha deb baxmadim, bu ochiqni ichim gujtib keldim. Demak, o'zingiz bildingiz, nurg'un ba'zi tafsilotlarni o'zingiz bilib keldingiz. Shuningga menga bisim bo'ldi, men shunda ochiqlarni ichim gujtib ketdim hozirgacha. Shuningga hamda o'ruqlab, shu Dilshatni hamda o'zimga qartib ham qiynapamni qoyil qilay degan maqsadda shunda o'ruqlay. Amaliyati bilan, ruxsaringiz bilan, badan holatingiz bilan bir qoyil qilay deb o'ylabsiz-da. Endi so'rab baqsam, hozir 1 yil bo'lib qopti to'y qilg'ili. Nima ish farzandlik bo'lmadinglar? Bu masalani yaxshi so'radingiz, kimingizga tatib olgan bo'ldim. Endi ayolim Suriya. To'y qilgan desak masalalardan men shunchalik farzandlik bo'lgan batdi. Chunki bir farzand degan gap bir oilaning xushalliqi. Endi bizlar bir gap bor, bolalik uy bozor deydigan. Men shunchalik farzandimning bo'lishiga shunchalik talpingan. Lekin to'y qilib uzun o'tmaylar. Ayolimning burunqi badan saposi qamig'ildi. Chunki pek ojizlab ketdi. Tamoq yemagandan keyin birdan-bir ojizlab chiroylari rangsiz bo'lib ketdi. Shunchalik chiroy qon qamig'ida darajaga tushib qoladi deydi. Bundaq bo'lganlikdan men ayolim Suriyani o'ylab farzandlik bo'lish o'ydim vaqtincha to'xtab turdim. Buni talabni qo'yishga misal ilojsiz qoldim. Ilojsiz qoldim. Chunki ayolimning farzandlik bo'lishga badan quvvati bardosh bermaydi. Shuning uchun farzandlik bo'lish orzuyimda vaqtincha to'xtab turishga majbur bo'lib qoldim. Hamda menmi o'ylagan hamda farzandlik bo'lishdan bir oila qurgan keyin bir farzandimiz bo'lmaydi. Hamda mening beshimda shu yoshda bisimla qiynapamning nimasi bo'lgandan keyin ham o'z xiyolimda qo'soq ko'tarib qilsam hamda mening badan shaklim burundan hamda unda o'ruq badan shakliga kirmagandan keyin hamda qo'soq ko'tarib tug'ib bo'lgandan keyin badan shaklim texim o'zgarib, texim aslimga kelmay qolamanmi deb hamda unda bir qo'rqinish bor-da menda. Shuningga hozirgacha. Shun demak hozir sizning shu birdan bir qo'lishidingiz, mush badan go'zalligingiz shundaqmi? Mush orqali siz ham yo'ldoshingizni qoyil qilaymi, ham qaynonamni qoyil qilaymi deb o'ylayotgansizda. Xo'sh, bugun Dilshat bilan Suriya o'tirsidagi shu o'ruqlash xohishidan kelib chiqqan ziddiyat to'g'risidagi masalalarga birlikda quloq soldik. Qanday bo'lsa, mutaxassislar va ko'zatchilarning tahlillarini bir anglab boqaylik. O'ruqlash desa, bu ayollarning mangulik temizmikin deb o'ylayman. Her qanday bir ayol kishi en güzel holatda o'zini namoyon qilishni yaxshi ko'rdi. 11 kilodek o'ruqlabsiz, Bay Surayaning degan gapida. 11 kilo o'ruqlash uchun qattiq iroda ketadi. Izchillik ketadi. Siz tirishchan ekansiz. O'zingizning nishoni uchun har vaqt tirishdi ekansiz. Lekin men ekran orqali har bir do'riyab majbur o'ruqlaydigan yoshlarga shuni tavsiya qilmoqchimanki, hayat bir qatimli keladi. Eng avval sog'lom hayot hamma odamni atrofdagi odamdan tortib baxtli qilishga ta'sir bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimizning tenini birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Men bu sizlik vaqtimda men ustixonlik bo'lgandan keyin men shu vaqtda o'rg'ilsam deb shundoq moda bo'lib ekan. Mening maoshim aran 200 necha qo'y vaqt bu deyman. Bir oylik maoshimga shundoq aniq ismdi bor. Shu bağ deydigan bir o'rg'itish do'risi vardı. Bir qutusini 130 qo'ydan 2 qutini 260 qo'yga olganman. Elip onu işkendiğin adam şunda usta dike. Susuzlukka şunda zolaydı iken.
tamaq cho'rtni yedirmaydi ekanda. Men oxir kechi bo'lganda jo'lib beyaram bo'lib ketdim. 3 kun 4 kun ishgan u do'rni. Kuniga 2 taldan ishir ekan. Shuning bilan kechda beyaram bo'lib ketdim-da. Mening opam 55 yoshida tuyuqsiz yurak tiqilmasi bilan tugagan. Minutning ichida. Ani yo'ldishim intayin qo'q ketibdi-da. Shu kecha doktorxonaga olib borsa, meni moyalqidek tekshirib ko'rgan ekan, ojizlar ketibdi-man. Butun elqi ichki a'zoyim beyaram bo'pti. Shuning bilan yo'ldishim shu yerda qarab turdi. O'riq tush to'g'risi yepti bu ayoling dedi. Men uning oldida uqmayman, o'sha bu qoldim deb turib olgan. Lekin doktorning qishib olgandan keyin qo'q ketdim-da. Mushundaq vaqtda siz bir ish bo'lib qolsangiz, go'zallikka intilaman, o'zimni shundaq yaxshi saqlayman deb. Buningda kelgusingiz qandaq bo'ladi? Men baxtsiz bo'lmamdim deydi. Balalaringiz ansiz bo'lmamdi. Urug' tuqqanligingiz qeyrindarsiz qolmamdi. Bu degan bir mas'uliyat tuyg'usi bo'lish kerak. O'riqlang demayman. Uning eng yaxshi sog'lom holatini tepishingiz kerak bu. Siz ustixonliq bo'g'ashqa, o yo'g'on ko'rinib ketdim deysiz. Lekin bu ustixon o'zingizga yarashgan-ku. Nemishqa ashtaq deysiz deb men bilan xeli kungacha mush ish to'g'risida so'zlashgan. Bugun mush ikkinlarning o'tirisi bo'lgan ziddiyat shu vaqt bizning o'ydimi bo'lgan. Bu uzun musobaqa ketadigan bir ish. Lekin sog'lomligingizga ta'sir etsa, yo'ldishingizning ansirgini ras. Siz o'riqlab bu doğru işçi farzandlik bo'lsangiz, o balangizning sog'lom tug'ilishi natayin. Chunki bola tug'ishmi bu dunyodagi eng cho'ng to'kpa mumkin deyman. Mushu to'kpa uchunmi biz badal to'lashimiz kerak. Shu vaqtda aningdan keyin biz mukammal, eng go'zal inson bo'la olamdik ekan deyman. Siz budruqqina dedingiz. Men o'ylasam men yo'ldishimdan shu vaqt so'ragan. Chunki men bu ustixonliq bo'lgan keyin eg'ray xusum adam yo'g'on bo'ldi ekan-chi. Yo'g'on bo'lgan vaqtida yo'ldishimdan eg'ray xub satlish ketgan deb desam, yo'q. Men bu shunda qarsam dunyodagi eng go'zal ayol eg'ray bo'lgan ayol deb erim menga shunday javob bergan. Shuningga go'zallik faqatlam bu semiz o'riqlikdan emas. O'zingizga ishonchsiz bo'lganingizdan kelib chiqibdi. Her vaqtdan o'zingiz huzur elishni o'rganib oling. Ben haqmandan 20 yosh vaqtini yaxshi ko'ramsansa, 20 yosh vaqtdagi g'ubarsiz bir sharoitim yaxshi ko'raman. 30 yoshga kelgansa, toz o'zimning jushqun mazgilidan huzurlanaman. 40 yoshga kirganda o'zimning to'xtalgan bir xil to'shqan holatidan huzur olib keldim deb javob bergan. 50 yoshga kirgan vaqtimda hozir nurg'un narsalardan xo'shallik izlaydigan bir eng yaxshi sog'lom hayotdan huzur oladigan bir davr ekan deb ashunda xulosalab keldim. Har bir davrning o'ziga tushliq, bir go'zalligi o'ziga hamroh bo'ladi. Siz shuningdan to'g'ri huzur elishni o'rganib oling. O'zingizga eng avval qilgan ajringizga loyiq ishonchni turg'izing. Masalan, qaynapingizning voyay abaya ajrishib ketsang texmi yaxshi qizlarni epirman sana degini haqiqatan xato bo'libdi. Lekin sizning bu ayolingizni yaxshi ko'rib, o'g'ilvonlik mas'uliyatingiz bilan o'zingizning baxtining qanday baxt uchirishingizning qanday bo'lganini bilmagan asosda uchirsangiz yana shunday bir qiz bilan to'y qilishingiz mumkin. Opingiz yana shu gapni shu qiziq kelgan yana deb qilishi mumkin. Chunki u turmush ularning emasda. Shuningga sizning shuningga qarshi turib, mushu ayolim bir sog'lom baxtli oilamizdan ning qo'yini qaytib kelsa, ash budruqqini bo'lsa-mu mening yaxshi ayolimdi-ku, mening ko'zimdagi eng go'zal ayoldi-ku degan ishonchni berishga yordam qilsangiz, bu ayolingizni ishonchini o'ziga turg'iza oladi deb qarayman. Tashqi omilni bek o'ylashib ketmang, eng yaxshisi o'zingizning shu hayotidan xushallik izlang. Hammamizning shunday yashi bo'lgan, bearam bo'lgan, ishonmagan, ishonchsizlangan hayoti bo'lgan. Lekin biz shu vaqtda xushallikni nereden izlashni, nemadan izlashni, shuni qalliqqa turib baqsaq, u xushallik kas o'zigidan ishonch paydo bo'ladi ekan. To'g'ri. Bugungi bu masalada Suriya Dilshatni qo'ldan chiqarib qo'ymaslik, qaynonasini texmi qoyil qilish, bu oilani texmi mustahkam asosga ega qilish uchun tirishchilik ko'rsatgan bo'lsin, fokus nuqtasini xato tanlab olgan deb qiladi. Amaliyotda go'zallik bilan sog'lomlik bir-birini ma'lum darajada shart qismi. Sog'lomlik yanıla oldingi o'rinda turdi deb qarayman. Sog'lomlik asosidagi go'zallik bizga texmi zo'r jazbidorlik, texmi zo'r zo'q ato qilish mumkin. Bu jihatda Suriya fokus nuqtasini xato o'ringa qo'yibdi. Qani xo'sh, Ablajon.
Hamda bu masalaning hamda tüp yiltizi nada deganda hamda shu Suriyaninki bir o'zida kamsiz to'g'risi bor ekan. Hamda bu yerdagi o'zida abay bir necha gap qilib o'tdi. Ya'ni mening dadam yo'ldashimninki Dadiston shirkatida ishlaydi. Ondan keyin bu gapni bir necha qatam tilga oldi-ku. Ondan keyin men ilgari mandaqdim. Masalan, sal bodegrekdim, semizrekdim deb dedi. Demak, hamda bu qalbida qanday esa o'zini ait kamchilik ekan. Hamda bu o'zi tirishib hamda shu ikkilarning munosabatini tirishsam, o'rqilsam bu masalani hal qilmaydi deb o'ylaydi ekan. Lekin kishilik munosabatga kelganda bundaq tirishqanlikni qanday deganda ancha cho'ng rol olib ketmaydi. Masalan, siz yo'ldoshingiz bilan men munosabatni yaxshilayman degan bir o'y xiyol qilamizdikchu. Bu bizning yoshirin jihatdan deb o'ylaymiz deganda, men bu ikkimizning munosabati yaqin emas, yiroq, xatarlik degan o'y xiyolga keldi. Chunki bizni kontrol qilib turayotgan ikki sistema bor. Birisi angliq, yana birisi angsiz holatimiz-chu. Siz angsiz holatingizni allabir bu ikkimizning munosabati yiroq deb o'ylag'achqa, uningdan keyin siz amaliyatingiz, ya'ni aqlingizni nima deb o'ylaysiz desangiz, men chuqur tirishchanlik ko'rsatib, ishqi bir ish qilish orqali bu ikkimizning munosabatini yaqin keltirmayman deysiz. Demak, mushunda bo'lg'achqa sizning badaningiz qarshi tarafga taqdirgan signal nima deganda, bu ikkimiz yaqin emas. Bu ikkimiz yiroq. Bu vaqtda shuning bilan qarshi taraf qanday deganda, burunqidek bir xil muhabbatni his qilolmaydigan holat bo'ldi. Chunki odam bir kunda faqat ikki xil holat turdi. Bir bo'lsa muhabbat his qilgan holati, muhabbatni his qilgan holat-ku. Yana bir bo'lsa qo'rqinch holati. Siz davomli nima desa, bu yerlik bir qo'rqinch sizni qanaqa qiladi desa, sen zot o'rqimsang bo'lmaydi. Sen zot texim tirishib, teximi bir yo'shu bo'lish orqali, texim bir munavvar bo'lish orqali men qarshi tarafni qo'lga keltirishim kerak debchi. Demak, hamda bu yerdagi bu tirishchanlik natijada qandaq deganda, bu qo'rqinch bilan bo'lgandiki, sizning qalbingizdagi muhabbat bo'lgan sir qanday desa, muhabbatni his qilgani jiqolmagandiki, burunqidek qaynoq hissiyat, burunqidek oshiq, mashquldak bir xil tuyg'ular yo'qolib ketgan gap. Chunki muhabbatning o'zi nima deganda, u bir energiya, u bir iqim, bir xil badan odatda his qilgan vaqtda suv deb qo'yamiz, ma'lum. Badan ajratib chiqilgancho. Bu vaqtda uningdan qanday bo'lgan gap deganda bir muhabbat o'zingiz to'lgan vaqtida, siz muhabbatni his qilgan vaqtda haqqa bera olasiz. Odam o'zida muhabbat bo'lmasa, qanaqa deganda haqqi qanday qilolmaydigan gap deganda, berolmaydigan gap. Ondan keyin sizningki hozir hamda kishilarniki masalan do'yindaymiz, nurg'un taraflarda xalqning nurg'un chiroyli kishilarni, nurg'un puldor kishilarni ko'rgan ekan, bularni qimmat qarashida o'zgarish bo'ladi-ku. Cho'qim bir odam bilan yaxshi o'y tutish uchun puldor bo'lish kerak. Cho'qim nihoyat kelishgan shoy bo'lish kerak deb. Endi bu do'yinni ko'rayotganlar hammasi mayang'o'ningizni ichib ko'rayotganlar-ku. Sizning atrofingizda amaliyot undaliqqa go'zal odamlar uncha bo'lajaq emas. Bu yerdagi go'zallik hargizmi qandaq turaliqqa bizniki chiroyimizningki bir güzel olib ketish emas. U yana bir eng muhimni barisan qalbning go'zalligi. Qalbning go'zalligi. Biz qanday olganda bir xil ba'zi kishilar va xuddi ma Xayrgul odamdek, Zivida xonimdek bir xil qarsangli bir xil tortish kuchi va magnit maydondek. Shundoq bir xil hech qanday gap qilmasmi bir xil yaqinlikni his qila olamiz. Bu nereden kelgan deganda yuksak darajadagi o'ziga bo'lgan ishonchdan kelgan. Bu yerdagi o'ziga bo'lgan ishonch nereden keldi deganda, ya'ni biz qalbimizda, ya'ni ishliq yoshirin holatimizda biz o'zimizni normal, o'zimizni go'zal, o'zimizni qandaq deganda bir xil jalbkor deb o'ylagan vaqtimizda bizning qalbimiz bilan badanimiz bir yerga keladi. Bu vaqtga chiqqan energiya qandaq deganda, u bir xil kishilarni tortib ikkilgan bo'ladi-ku. Naq mushariki bizdeki bir kitap var, yuqori unum terneri deb. Shu kitapda da har qanday odamning qalbida bir eng cho'ng dushman bor. U davomli inkor qilib turdi. Davomli o'zini bir sen qilolmaysa, sen semiz, sen mandaq. Demak, boshqalar shu dushmanni bir pasaytib etsa, undan keyin bizdan butun tuyg'umiz, butun o'ylig'inimiz endi bir yak kelgan vaqtda bir ajoyib bir sehriy kuch paydo bo'ladi deb. Shunlashqa mishariki dilshod qana qilish kerak deganda, bu davomli men o'riqlayman desa, o'riqlab nima ish qilsa deb buningga radiya bermasdan qana desa, ilhom berish kerak, maqtash kerak. Bir amaliy harakat orqali qanaq deganda, bu shu teg'im bir rag'bat bergan vaqtida uning ekan endi bag'an sir o'ziga bo'lgan ishonch shakllanadi. Misharik o'ziga bo'lgan ishonch amaliyotda nereden shakllanadi desa, o'zini e'tirof qilish kerak, o'zini qabul qilish kerak. Ya'ni sizning semiz holatingiz bo'lsin, sizdagi kamchilik bo'lsin, hammasi o'zingiz-ku.
O hammasi amaliyot qandarsangiz o'zingiz. Siz faqat o'zingizni qabul qila olgan vaqtda, ya'ni qabul qila olgan vaqtda uningdan keyin hamdan siz nurg'un odamning yoqtirishiga erisha olasiz. Xo'sh. Qani, Zeyda xonim. Siriya, birsi mijozingiz sizning sezgirtibga. Bunda adamlar meningcha qalisiga kelgan xiyollarning hammasiga ishonmaslik kerakchi. Biz odatda qalimiz kelgan narsaning hammasini to'g'ri deb qaraymiz. Lekin buning ichidagi bir qismi obyektiv amaliyot, bir qismi o'zingiz saylantirib olgan munosabatsiz mazmunlar. Masalan, yo'ldishingizning savodoshlari, burunqi qiz do'sti bak chiroyliqdi debdi. Endi aşı sorunda shularni siz cho'qim meni sattab dedi deb o'ylab oldingiz, qallingiz kelgan xiyol mush bo'lishi mumkin. Meningcha ular yo'ldishingizni sizga bakrak mas keldi, uning bo'yi igizdi deb degan bo'lishi mumkin. Şuna buni meni cho'kirib dedi deb o'zingizni tuvan ko'rdigan bir bana qilib olsangiz, masalan, mushuning o'xshash nurg'un masalalarga yo'l qilsiz-chu, uning qallingiz kelgan chaqda men nima uchun shuni o'yladim? Demak, menda özüm tüven görüş, özümni qabul qilmaslik tuyg'ularim bor ekan deganni farq etalisangiz, siz ma sezgur mijozingizni asta-asta yamab o'tirib, ma atrofdagi muhitga moslasha olasiz. Agar sizning masalangiz yana taraqqiy qilsa, bizga bek ko'p uchraydi-ku, bu odamlardagi xomushlikdan kelib chiqqan jinsi jangoy deymiz, ig'irlab ketadi bu masalangiz. Siz bu darajaga yetmabsiz, lekin asta-asta qarang, ameliyatda sizningki turmushingizdagi masala boshqa masala. Siz nima uchun o'zingizni o'riqlash orqali o'z-o'zingizga hujum qilyapsiz desangiz, bu yilqi qo'lni kesib olgan, hatto ig'irlari o'zini zaxmlantirib olgan degan masala o'xshash bir o'rinda turadi. Siz hozir o'zingizni jazolab, masalan, tomoq yemay, qalaymiqan dorilarni ichib, o'zingizning sog'lomligini yo'qotib o'tirib, o'zingizniki o'zini tuvan ko'rishni yengamayotganligingizga nisbatan o'zingizga shunday tadbirlarni qo'llanayapsiz. Bay ustozlar degandek ameliyatda adam o'zining amiyerini qabul qilganda, anandikin siz ma'lum nuqtani mavu mening taraqqiyotimga toz maskamato'di degan yerni anandikin taraqqiy qildira olasiz. Hammani alg'ilgirab maqimizchu, hargiz men to'xtab mishta qilib qilay, masalan, hozir mening saviyarim manchilik, ya bo'lsa ma'lum oila ishlarini qilolmayman, yoki ma'lum nimam bor, unda men qabul qilib o'ylish qilmay o'tirma demaymiz. Siz o'zingizning o'sha alayligini to'g'rama, hozirda ma'lum jihatda jamiyatga maskamiga yerim bor. Qabul qilgan vaqtingizda ikkinchi qadamda shuni olg'a qarab taraqqiy qildirib degan nishonga yeta olasiz. Siz uni qabul qilmay turib, mushu bir o'rinda mengayversiz, anandikin o'zingizni tuvan ko'rish tuyg'ularidan tortib, masalan, boshqalar silishtirishgacha hammasi sizniki xomushlik kayfiyatining ifodasi bo'lib hisoblanadi. Mush narsalar bag'an siri kuchayib berib, oxir kelganda sizda ig'ir masala paydo qilishi mumkin. Birinchidan, masalan, semizlik degan narsa ortiqchilik, kamchilik emas. Agar u sog'lomligingizga ta'sir etmagan bo'lsa, u o'zingizning faqat bir alohidligi. Bu jamiyatda semiz odam to'y qilmay qolib qolgan yoki biz qiynab yaxshi ko'rmay qolgan degan misollarni biz ko'rib boqmadik. Bu faqat bir odamning alohidligi. Endi ikkinchidan, o'riq odamningmi butunlay baxtli bo'lib, masalan, bo'yi egizlik bilan o'riqlikni bak yaxshi ko'rgansiz qarsam, alohida baxtli bo'lib, butun yo'ldosh yaxshi ko'rib, qiynablar yaxshi ko'rib degan mutlaqlikni biz anglab boqmadik. Mushdan qarsangiz sizning bu logikangiz butunlay qalaymaqam. Shunga men sizga tavsiya qildiganim, o'zingizga ishonch paydo qilishda meningcha, agar haqiqatan o'riqlashni, sog'lom yashashni yaxshi ko'rsangiz, chiniqish haqiqatan yaxshi usul, ilmiy ozuqlanish yaxshi usul. Bu jihatda siz qilolmagan yeringizga diqqat qilyapsiz-ku. Bo'lsa bir kunda 5 minut chiniqsangizmi? Men 5 minut chiniqdim deb o'zingizni rag'batlantiring. Meni mashqni qabul qildi emasmi? Asta-asta mush yo'lni ishga mang'allaysiz. Siz qilolgan ishingizni. Masalan, oilada qiynabingiz o'yining ishlari pishiq emas desa, siz agar mushija taraqqiy qilgangiz bo'lsa, qanchalik yaxshi qila olgansiz, bugun men ishni yaxshi qila oldim. Qila olgan nuqtangizga diqqatingizni markazlashtirib, o'zingizni rag'batlantirishga o'zingizni odatlantiring. Andan keyin asta-asta o'zingizga ishonadigan mablag'laringiz ko'payib, balkim o'zingizning nurg'un taraflarini qabul qilib, oxirida o'zingizni yaxshi ko'rib qilishingiz mumkin. Siz uyning cho'ng ekansiz, oila ahvolingiz ancha yaxshi emas ekan, andan balkim oilangizdagila sizga ko'proq diqqat qilmay, uyingizning kichigiga bakrak diqqat qilib qolgan bo'lishi mumkin. Biz abay degandek mijoz alayligingiz, andan keyin yo'ldoshingiz balkim sizga o'zining yaxshi ko'radigan hissiyotini siz o'ylagandek usul
yo'lda ifodalamayotgan bo'lishi mumkin. Mushu sababdan o'zingiz nisbatan qabul qilishingiz tuvan bo'lgan bo'lishi mumkin. Mushu masalalarni xulosalab o'zingizga bo'lgan nurg'un taraflarni to'liqlab olsangiz, meningcha mushundaq o'riqlaydigan irodangiz bor odam o'zingiz degan nishonlarga cho'qim yeta olasiz. Dilshodning ayolga bo'lgan kuyimchanligi ham ayolga bo'lgan mushu ishonchisi bizni haqiqatan ta'sirlantirdi. Bu taraflaringizni meningcha Suriyaga aytib maskapto deb o'yildim. Andan keyin Suriyaning tushunib, mushu oltining kelib chiqishi Suriya qasdanga maqsadlik oldi qilayotgandan bakarak psixik qisman to'sqinliklar ham shaxsiyatidagi ba'zi o'zini tuvan ko'rishlardan paydo bo'lganini bilsangiz, meningcha siz mushning mas bo'lgan rag'batlantirish usullari bilan Suriyadagi nurg'un masalalarni hal qila olasiz. Boy sizning degan gapingiz meni bak ta'sirlantirdi. Erlar masalan homildan avval ayol kishi degan sog'lom bo'lib, tayyorlik qilib turib, biz farzandlik bo'lamiz deganingiz, bu nihoyat hozirgi davrdagi yoshlarga ulgu bo'g'idek bir qarashganchu, hozir yoshlar to'y qilib, lapala-shapalali balliq bo'lib, nurg'un masalalarning paydo bo'lib qolganini bilmay qoladi. Ammo shundaq mayli fiziologik yoki psixikalik jihatda tayyorlik bilan andan keyin balaliq bo'lish ideyangiz bo'lsa, meningcha kelgusida balanglar bo'lsa, uningga cho'qim ilmiy tayyorlik bilan tarbiya beqish usulini qo'llansa deb o'ylayman. Men sizlarning yarishib qilishinglarni qattiq tavsiya qilman. Her ikkiinglar bir-biringlarga moslashgan ham kelgusida cho'qim yaxshi go'zal turmushni yarata oladigan ayollar ekansizlar, bo'lsa yarishib qilinglar. Yaxshi tahlillar bo'lyapti. She'rinni suyar bo'lsang Farhatning ko'zi bo'g'i degan qo'shiqlarimiz bor. Demak, Dilshod allaqachon Suriyaninki asli holatini qabul qilgan. Birinchi qatimda yurgan loyiqi demak hozir Suriyaning tili bo'yicha nihoyatda egiz, chiroyli bir qiz bo'lgan bo'lsa-mu, u go'zallik Suriyaning go'zalligidan besh tushmagan Dilshodning nazarida. Demak, Dilshod allaqachon sizni qabul qilib bo'lgan. Bu nuqtadan siz o'zingizni shunchalik baxtiyor his qilsangiz bo'ladi ekan Suriya. Suriya. Ashu saboqdoshlar shu gapni deganda, Dilshod mendek pakaroq, semizroqni yaxshi ko'rgan emasmi, egizni yaxshi ko'rmaydigan deyalsangiz qalbingizdan haqiqatan o'zingizni qabul qilgan bo'lsiz. Bugungi ma'vu singlimiz inimiz Suriya Dilshod ikkalarining yo'liqqan masalasi bularning shu to'ylish turmushni davomlashtirayotgan mezgilda yo'liqayotgan pek cho'ng emas, pek kichik emas bir oilaviy munosabatga. Bu munosabatga kirishadigan bir necha qonun masalalari bor ekan. Men avval shu qonun masalalari to'g'risidagi o'zimning qonun nuqtamdan ko'z qarashimni bir o'tirib qo'yib o'tay. Keyin o'zimning beshini aytgan ba'zi bir ishlarni qistirib qo'yishni to'g'ri topdim. Eng avval Suriya singlimiz dedi, shu oiladagilarning bo'lib shu qiynapimning oldidagi ma'lum mening yurish turishimga bo'lgan rozi bo'lmaslikning oldini olish uchun o'riqlayman. Chunki bu o'riqlashim o'riqlamaslikim mening oila bexatarligimga chetlib qoladigan bir taklif shakllanib qolarmikin deydigan bir andishasi bor ekan. Endi bu andishning tamoman hojati yo'q. Mayli bizning urf-odatlarimizning ishidan bo'lsin, mayli qonun tuzumlarimizning ishidan bo'lsin, bu sonimizning bu andishning hech qanday hojati yo'q deyman. Ya'ni haqli dasturimizning 142-moddasida shu to'ylish munosabati belgilamada oilaviy to'ylish munosabati erkin bo'lishi kerak, har qanday qadam chotkiros bo'lmaydi degan aniq belgilam bor. Bu mush belgilamning o'zi mush sonimiz ko'ngilni to'q qilishga tegishli qonuniy yo'nalishga. Bundan sirt hamda turmushda, oilada hamda cho'nglar, ota-onalar o'rtasida o'zlarining bolalarining teg'imi go'zal, teg'imi mukammal bo'lishini umid qilib, ba'zi bir yuqoriroq talablarni qo'yib qo'yish mumkin. Uni tushunishga to'g'ri tushunishga muvofiq kelgan ishlar deb qarayman. Andan endi bu singlimiz shu qillisiga o'riqlashdan iborat shu bir shaklni, bir qurolni o'ziniki shu to'ylish turmushniki bexatarligi, kelgusi baxtiniki bexatarligi bir vasıf tanlab olgandek qildi. Ben o'ylayman, bu balkim yosh bolalar, qizlar, o'g'illarning hammasi go'zallikni suydi. Go'zallikni qo'llash jarayonida o'riqlash yoki teg'imi yaxshi bir xil kayfiyatda yashashni tanlasa, balkim o'zining huquqidir. Lekin shu xohishni noto'g'ri usulda vujudga chiqarishni izlanib, bu jarayondagi bir noto'g'ri bir vositalarni qo'llanishi muvofiq emas deb qarayman. Bu shu o'riqlatish to'g'risida o'riqlash, andan keyin har xil o'riqlatish uskunalari orqali o'riqlash xohishi hozir shu zamonimizdagi yoshlarda, o'rta yoshlarda nihoyat ko'p ko'rinadi. Buning o'ziga tushliq yaxshi taraflari bor.
özgüçlü xavfli tarafları var. Xavfli tarafları hatta ahırga berip kanun meseleleriga rivojlanib ketadi. Bulunma şu oruqlış doğruları etrafımızda nurgun oruqlış doğruları ündedarlarda, dostlar çemberikide, her xil e'lon suplarda bozan qaplab ketdi. Nurgun kişiler bunun e'londagi unimiga qarabla voy bu ta'limay oruqlaydigan, jafo tatmay oruqlaydigan ishga deb buningda bir agir to'qayliqni mangmay shu mazid tez yetiman deb shu oruqlash to'g'risini qarsiq iste'mol qildigan, kelish manbasini surishtirmay ijozat, doğru önüme qatarlıqlarınki inovatlik ekanligini yaxshi tekshirmay turibla mushunga kirish yo'lida ishlar bo'lib qoladi. Bayam o'zlab o'tgandek shu oruqlash to'g'risi sababidan bir urushdan ketgan ahvollar bor ekan. Men shu oruqlash to'g'risini ishlatishda nihoyat ehtiyotchan bo'lishni tavsiya qilaman. Chunki atrofimizga oruqlash to'g'rilarining ichidagi nurg'unlarini davlatimiz munosabatlik Go'yanniki doğru başvuruş yemeklik nazarat qilish o'rinlari aniq belgilab chiqarib amaliyotda cheklab qo'ygan dorilar. Masalan, nurg'un dorilarning ismi chiroyli qolgan bilan siz u dorilarning ichidagi qonunsiz tarkiblarning boyliqligini bilasiz ham bilmaysiz. Eng gavdalik bo'lgan shu 2020-yili Jungoni zilzila keltirgan Shibu Chumin deyilgan oruqlatish dori tarkibi va bu bir xil mahsulot bir tarkibi var, bir doğru ne? Başka çıraylı kısımlarını koyulgan doğru mahsulotlarının tarkibi ketip, setip, şu bütün memleket miqyasida nəhayət çox bir setişdən jira hasıl qılıb, keyindən bu nurgun kişilərin salametligiga bevosita daxl etkizganlik tufaylidan münasib organlarning pash qilish natijasida bu eng dastlab shu Shanxaydan pash bo'lib chiqdi. Keyindən bütün memleket miqyasida umumiylik tekshirilib, shu Shibu Chumin tarkibi va oruqlatish mahsulotlarini tekshirish, bozordan tozalab chiqarib o'tish, mushuni ishlagan, sotganlarni surishtirib, jinoyatlar javobgarligini bekitib, bozorni tozalaydigan bir qator harakatlar elib berildi. Yani buni balkim qarsiga oruqlashni qo'g'ilishib yurgan ba'zi atrofimizdagi kishilar bilmasligi mumkin. Ammo sizlar shu oruqlashni ko'zlab buning keyingi xavf xatardan to'g'ri sunib yetmay, mushundaq nachar mahsulotlarniki ziyonkashlikka uchrab ketib qolsanglar, u chaqda u sizlar qo'g'ilishayotgan baxit nada qolsin, uning berayotgan badlinglar buning bo'ylashmaydi. Hamda davlatimizmi mushuning munosabatlik oruqlash mahsulotlari bo'lsin, mayli grim mahsulotlari bo'lsin, qatorlarda bir qator qonun turg'izib, mushu 2021-yil 3-oyning 1-kuni yangidan to'liqlab o'zgartish kirgizilgan jinoyatlar qonunimizningki 11-qitimliq tuzilmasida mushu 140-moddadan toki 152-moddagacha bo'lgan mushu 10 modda doirasida maxsus saxta nachar mahsulotlar, saxta dorilar, nachar dorilar, saxta nachar bo'lgan davolash uskunlari qatorliqlarga munosib jinoyat nomini bekitib, ko'pchilikning jamiyatning shu oruqlash talpinishni tutqu qilib turib, qonunsiz faoliyatlar bilan shug'ullanayotgan, qonunsiz dori ishlayotgan, setayotgan, qonunsiz unsurlarga zarba berish salmoqni kuchaytirib, qonun tuzumlarimizni bir qadar mukammallashtirdi. Bu mening qonun nuqtasidan o'tirib qo'ygan fikrim. Hamda shu oruqlashning masalasi bo'lib qoldi. Men boya inimiz sonimizning o gapni anglab bilan ba'zan ishimni kulib ketdim. Bu naqlam men az tilla o'zimning beshini o'tganda so'zigidek deymiz deb. Ya'ni men o'tgan yili 7-oydan tak hozirgacha 26 kiloni o'shiqroq oruqladim. 120 kilo kelatdim. Hozir 95 kilo turman. Oruqlash ko'rsa yemedim. Men sog'lom oruqlash usulida chiniqib, yemeklikka diqqat qilib, o'zimniki turmushni ritmga silib yurib oruqladim. Vaqtingizni qo'llashmoqchi bo'lsangiz, peshonangizga targishinib, chiniqib, shuning uchun ter oqizib oruqlasangiz, menimcha ham sog'lom oruqlay olasiz, ham siz o'zingiz qo'g'dirmoqchi bo'lgan yilqi oilangizni o'zingiz yetmoqchi bo'lgan armonga yetib turib qo'g'diy olishingiz mumkin. Mening maslahatim shu. Shu qisqaga kelyapti. Suriyaga nisbatan mana o'zini tushunadigan, samimiy qo'llaydigan, to'g'ri tekkan adami kelish mumkin-da, ayolga nisbatan. Baxet. Xo'sh, qani. Nurqamar.
Sizga toza tushadigan turdi bugungi bu tema. Men abiyam chiqib uruqlimi desam, uruqlaydi. Uruqlash doğrulardan tatip yepti. Şu uruqlamasam, ajırışıp ketsem razı deb so'ronga kelganligini anglab. Men dedim de bu mendim musiz bir adam chiqadi o'xshaydi bu sani endi. Deb men o'zimni bu mendim musizdan bakin deb xushal o'tasam bu Laz qo'shqidek bir selan chiqib o'tadi. Uruqlash haqiqatan taskin. Bu uruqlashdan azobini men bilaman. Bugun uruqlayman deymiz masalan. Uruqlayman deb iroda qilgan kuni cho'qimli ya uyda tamoq bek o'xshaydi. Ya aynay tatlı bir tamoqqa bir taklif qiladi odamni. Shunlar bo'lib, "Yevit uruqlayman" degan ekanlar. İlqi kallimizdagi yiliq uruqlash buziladi. Atsiyanım shishkijan samaganlikin bir ayak basa qo'sqimizni ichiga tiqib o'tirib, oyog'i o'tib ketganda qo'yib birib qildiga eshimdi. Bu uruqlash bek taskindan. Men mu o'zimnilik semiz vaqtlarimda men ilqi chiqadam deydi-ki, "Voy, uruqlashni o'ylab boqmandingiz, ufkam yeshingiz kichikkim. Em 23 chiqiribsiz, uruqlasangiz olmamdi. Voy, uruqlang, siz texnik mukammal bo'lsiz" desam, men ma'va qadar taq o'zimnilik semiz deb kemsitib boqmadim. Nimishqa deganda, balkim biz semiz bo'lgach uruqlar yorqin ko'rinishi mumkin. Şu semizlikimiz mi? Bazı bizi yarışıdığan bir kılık oldu. Mesela Rahman bir 20 metre işip qağa yer semizeden boğaç bütün bir kiyim çıktı da. Şu aylık semizlikimden bekmumuz kıp ketmeyme. Şu ilki bir kiyim ağıl çeken dilam işçim sıkılıp kaldı. Mesela şunu da çoğun dereceli kiyimini görüp maneş bol desem sizi kemmeydi adıslam gıkkı doluma. Yani kengrak yegindim bizim tepip keygen zaman oş deyme. İlk bazada uruqlayma deyme. Unutup kalıma. Lekin mava kadar özümni men semiz yoki talantım yok deb o'ylab bakmadım. Hazır kadar mening yo'ldishimni ko'rganlar endi mening yishimni bildi ba'zida. Bo'lmasa shundan mukammal bir yo'ldoshga uchirdim, bir loyiqqa. Benim pomzek demeye oldu. Toy ko'nglik mi kemmigen hatta men aş toy ko'nglik çiğil kelsem o keyin deptadek işip qoladi. Qo'sqonsiz shikda atanda tasanım sırt vaqtida ichilib ketdi bizdamdan keyin. Voy qanday qilaman deb qiysam taqsimiz adamga beshto'yizga qalsaq o Beijingdan buyurtib tiktirib birdikin texnik kengrak yo'g'araqini. Men shu cho'kilib yurib to'yamni qilib oldim. Şu çağdımı ben semizkenme deb azaplanmagandım. Özümden talantını cari kıldırıverdim. Ta hazır emmede oy siz uruqlap ketsiniz obrazınız düşmeydi. Yodap ketsiniz saatlap kalsız qo'rilib ketsiniz ukamdaydi. Demek bu semizlikni özünüzge besim kılıvarsınız. Rastlam yığıp qo'yga yotqandeklam ko'rinmez. Qo'saqlarimiz salacak asqandek. Lekin oy men degan pomzek deb hazır hem uruqlap bulapsiz hem de uruqlamadi işte ama hacit qolmagandek turdi bu yerda. Chapalarınız koldu kep qapti. Lekin bu semizlikning hem de o'ziga qarta bir güzellik var. Hem de pomzek degan chiroyli nom bor bu semizlikning. Voy pomzek deb maq godongdek. Bu semizlik qandaqdir sizning turmushingizga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin men dedim-ku. Lekin ilqi jamiyatdagi o'rningizga, sizning ilgirishingizga hech qanday ta'siri yo'q. Semiz bo'lsaqmi, avaq bo'lsaqmi, o'zimizga ham ishonsak, ustozlarimiz deb o'tib ketdi, u hech qanday qalqon bo'lolmaydi. Nurg'un dangliq odamlarimiz va miyib turibmi, ten tarbiya, ten harakat faoliyatlari qatnashidi. Amala xat yoza oladi. Gazgacılarımı müzik icad qılalıgan en çağda sizmo bo'lib bir uruqliq qo'yib, lekin yeshil bunda bir basaylan xalniyib uruqulsun. Faqat bizim yeme gilni to'risqa isib qo'yib uruqsa bo'lmaydi, oshqaza yer bo'ldi. Qanda dedim tuqqanlar. Ondan dile. Suriye anlap o'tdingiz. Nurqamar xonimniki, Yumurxon aparanglarni. Sizning ko'zingizga qanday ko'rindi mushtab? Sapadlık notlarımız müşahede ne mi ben sevmiyorum. Siz özünüz hazır bir zoxlunu aldınız mı? Ha. Hakikaten bana seliştirip kelsek sizden ustaqallar turuptu. Lekin bu yerdeki obrazı özüneki özü qabul qilish, özünün zoxlanish, mush zoqi hammamizga tarawatıdı. Xo'sh, bugun nahayati
Real bir tema üstüde ortaklaştık. Yani Dilşat bilen Suriye ailesideki Suriye'ninki uruqlaş xahişini kelib chiqqan. Güzellikni söyüş, qo'g'lishish deb o'tganimizdek hammamizninki güzel bir intilişi. Xo'sh, unda bo'lsa, mutaxassislar balg'uchlarninki bir jup ayolninki musofasiga bo'lgan umidini chiroq yondirish orqali ifodalashni umid qilamiz. Albatta, hammaylar kichikkin o'qishmaslik, turmush jihatdagi, go'zallik jihatdagi pozitsiyaninki noto'g'ri bo'lish sababidan kelib chiqqan ziddiyatninki o'ngishli hal bo'lib ketganligiga ishonib, chirg'ini yondirdi. Qanday bo'lsa, Suriya, bugun siz o'z-o'zingizni qabul qila olasiz. Bu baxtlik oilangizni texmi o'zingizninki qalb go'zalligi bilan nurlantirib, baxtingizni topa olasiz. Qani 15 sekund o'ylanishdan keyin qaroringizni bersanglar bo'ladi. Özümüzün tenini birinci o'ringa qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. O'riqlaydigan irodingiz bor deb o'zingiz degan nishonlarga yetalaysiz. Noto'g'ri bir vositalarni qo'llanishi muvofiq emas deb qarayman. Qalbida qanday esa o'zini ayt kamsizligi. Doda qo'sqonchtimmi nima? Mani yapaqa? Bunun qo'zg'atib yamda, uzamiga. Voy yapaqa boshda. Ekla bo'pti. Yetamiz-mi? Uni demaysiz. Ma bo'ldi-ki. Ha? Qo'sqingiz asa cho'kamni ham. Yeliq cho'kamdan yana bormi? Vaqt o'tdi. Muborak bo'lsin. Qani, sizlarni yarışib qilish manzilida kutamiz. Bir-biringlarga yarashgan bir juftlar ekansizlar. Demak, sizlar o'zaro tushunishgan, daşı musafirlardan başlap muhabbet asasına yaxshi tiklangan ayollar. Xo'sh, mushtapdiki hissiyotimizni anglab baqsaq Dilshot. Endi men xizmat munosabatini deb, o'zimning xizmat aldirashchiligini deb ayolim bilan anam o'tirsidagi munosabatda ko'rlik rollarni yaxshi joriy qildiramabman. Bundan keyingi xizmat vaqtlarimni texnik ritmni o'rinlashtirish bilan birga ayolim Suriya bilan anam o'tirsid ko'rlik rolimni cho'qim yaxshi joriy qildirib ailemizin texim baxt ayıqlaşıp tırşıma. Rahmet, nemi degen samimiyet. Samimilik adamni güzel bir tuygulağı cömdürdü. Kani, işkinlarınki kolunu tutuşkan halda ailenlerini texim baxt nurgu cömdürüşünlerini çin ko'nglimizda umid qilamiz. Mana şu hatırlık güzel minutlarınki əslimiz üçün program grubumuzdan sizlarga cho'kam yurishlik yemeklikini hediye qilmoqchimiz. Kani, qabul qilgaysizlar. Kani, marhamat. Men ma'lumlarninki, ustozlarninki gaplarini anglagandan keyin burun haqiqatan endi o'riqlayman deb o'zimga nisbatan ishonchni yo'qotib qo'yganligimni his qildim. Endi bundan keyin texmi o'zimga bo'lgan ishonchimni oshirib, texmi yaxshi sog'lom o'riqlashga tirishaman. Hurmatli ko'rmanlar, fikr almashtirish kishilik munosabatdagi eng muhim ko'rik. Bo'libmi, ayol munosabatida mana bu shunday ixtiloflar ko'rilganda, boshni ichimga yetib bilib, ko'nglimdikini top degandan ko'ra, vaqtida ochiq yo'riqlik bilan ko'nglimizdikini o'ttirg'a tashlab, o'zaro moslashganda, fikrlashganda nurg'un ziddiyatlardan, avorchiliklardan mustasno bo'lib qolishimiz mumkin. Menimcha, hayotda o'zini qabul qilish, o'zini e'tirof qilishdan ortiq go'zallik tuyg'usi bo'lmasligi mumkin. Biz mana bu shunday yosh qiz ayollarimizningki güzellik meselesinde sodda güzellik qarashiga asir bo'lmay, o'zini kuchlantirish bilan birga tashqi qiyofat go'zalligini mo texnik birdakligiga qilib, oila munosabatida o'zininki go'zal obrazini yaratishni umid qilamiz. Obraz ayolning kasbi, kasb erning obrazi deyiladi. Shu vajdan ayollarning o'zining ichki obrazini kuchaytirishga mo texnik ahamiyat berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Programmamızın tajdorligini yegan siri yegisi keladigan, hammalarning yoqtirishiga erishgan Cho'kam Pochaq Kofi alayda talab qilgan. Programmamızın yana 10 necha yildan beri xalqimizning chas sog'lomligiga qo'shib kelayotgan Navqiron şirkati alohida qo'llagan. Yani shundaqla rayonimizdagi eng chong ommaviy tarqatishchisi bo'lgan Ko'znak kino qutisi alayda qo'llagan. O'zgacha uslub bilan xalqqa rohat berayotgan Chinar uy jihozlariga, qomatimizga salofat berayotgan Fabio Mateo erlar kiyimlarga, shundaqla izchil yaxshi obraz, a'lo sifat bilan xonim qizlarimizga go'zallik bag'ishlab kelgan Sehron kiyim-kechaklarga va o'ziga xos salofat bilan xonimlarga nazokat ato qilayotgan Mobina ayollar kiyim-kechaklarga cho'nqur rahmat aytamiz. Uningdan boshqa tövandagi ishkilik kodini sekarnalasangiz, yarışib qalayli 2-bölümning salonini qo'shib olib, bilet tashlash, inkos qoldirish faoliyatiga qatnashib, programmamiz bo'lgan ko'z qarashingizni bemalol bayon qila olasiz. Yana texi mezlik Cho'kam to'g'ri kavaplarga, Ko'znak kino qutisiga haqsiz erishib qilish fursatingiz bor. Bundan boshqa tizim tish ko'znagi orqali programmamizning 3
bölümüge tizimlitib, ko'pchilik bilan hikoyangizni o'rtoqlashib, turmushda yo'qan qiyin masalalaringizni ilmiy usulda hal qilish mumkinchiligiga erisha olasiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Kelar sonni ko'rishaylik. Hammanglarga sog'lik, xushallik tilayman. Xayr xo'sh. Men ayolim bilan to'y qilib